Nega yirik qurilish kompaniyalari o'z beton zavodiga ega? Ayrim obyektlarda ish bir kun ham to'xtab qolmaydi. Ishchilar soni ko'pligidami? Ob-havo qulayligi sabablimi? Yo'q, aslida sabab boshqa. Ular beton kelishini kutib o'tirmaydi. Beton ta'minotini o'zi nazorat qiladi. Shuning uchun bugungi kunda ko'plab yirik qurilish kompaniyalari tashqi ta'minotga qaram bo'lish o'rniga o'z beton zavodiga investitsiya qilishni tanlayapti. Chunki qurilishda eng qimmat resurs sement ham emas, armatura ham emas, eng qimmati bu vaqt. Beton kechiksa, texnika kutadi, ishchilar kutadi, butun grafik kechikib ketadi. Shuning uchun kuchli kompaniyalar beton kutib turmaydi. Ular betonni o'zi nazorat qiladi. Agar siz qurilishingizni tashqi ta'minotga bog'lamasdan o'zingiz nazorat qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga bog'laning. Biz sizga loyihangizni bepul tahlil qilib beramiz va sizning biznesingiz uchun mos tushadigan quvvatdagi beton zavodni hisoblab beramiz.